Assalomu alaykum kanalimiz muxlislari. Yulduzlar bilan yonma-yon dasturi yana sizlar bilan. Bugun sizlarga turk serialining qahramoni Po'lat Alanda roli bilan tanilgan Nejati Shashmas haqida so'z yuritamiz. Oxirini o'ylagan qahramon bo'la olmaydi. Po'lat Alanda roli bilan tanilgan Nejati Shashmas 48 yoshga to'ldi. 15-dekabr kuni Qashqirlar makoni serialida Po'lat Alanda roli bilan yaxshi tanish bo'lgan Muhammad Nejati Shashmasning tug'ilgan kuni bo'lib o'tdi. U 1971-yil 15-dekabr kuni Turkiyaning Elozig shahrida tug'ilgan. Nejati Anqarada katta bo'lgan va u yerda maktabni tamomlagan. U Turkiya va Kanadada mehmonxona menejmenti va turistik biznes yo'nalishida o'qigan. 1997-yildan 2001-yilga qadar AQShda yashagan. 2001-yil Turkiyaga oila a'zolarini ko'rish uchun kelgan. Nejatining qaytib ketish reysi 2001-yil 11-sentyabrda AQShda yuz bergan va terakt sabab bekor qilingan. Turkiyada ma'lum muddat qolishga to'g'ri kelgan. Aynan shu qolish muddati uning muvaffaqiyatli karyerasi boshlanishiga sabab bo'lgan. Mutaxassisligi aktyor bo'lmagan. Nejatining Qashqirlar makoni serialiga bosh rol uchun taklif qilishi turli muhokamalar keltirib chiqargan. Biroq uning serialdagi mahoratli ijrosi barcha shubhalar o'rinsiz bo'lganini isbotladi. U 2011-yil 41 yoshida o'zidan 21 yosh kichik bo'lgan Istanbul universiteti talabasi Nagihan Qoshiqchi bilan turmush qurgan. Bir qiz va o'g'ilning otasi. Hozirda turmush o'rtog'i bilan ajrashish jarayoni ketmoqda. Qashqirlar makoni serialining barcha fasllari 2003-yildan 2017-yilgacha davom etgan. Qashqirlar makoni serialining barcha fasllari 2003-yildan 2017-yilgacha davom etgan. Serialning barcha fasllarida Qashqirlar makoni 2003-2005-yillarda, Qashqirlar makoni Iroq 2006, Qashqirlar makoni terror 2007, Qashqirlar makoni tuzoq 2007-2016-yillarda, Qashqirlar makoni Falastin 2011-yilda, Qashqirlar makoni Vatan 2017-yilda Nejati bosh rolni ijro etgan. Shuningdek, u Qashqirlar makoni Vatan va navbatchilik seriallarining ssenariy muallifi, rejissyori va prodyuseri hisoblanadi. Nejati Shashmas Qashqir qonuni, Bir ayolni tanidim va Ayri yo'l seriallarida prodyuserlik qilgan. Quyida Qashqirlar makoni serialida Nejati Shashmas tomonidan aytilgan. Quyida Qashqirlar makoni serialida Nejati Shashmas tomonidan aytilgan iqtiboslarni e'tiboringizga havola etamiz. Oxirini o'ylagan qahramon bo'la olmaydi. Toki insonlar yuragida ozodlik alangasi yonar ekan, ular ertami-kechmi, albatta o'z maqsadlariga erishadilar. Qalbning qayerda joylashganini hech kim bilmasligi mumkin, lekin qalb og'rig'i qanday bo'lishi hammaga ma'lum. Sukut bu eng yaxshi do'st, sinalgan, unga sendan hech narsa kerak emas, shunchaki yoningda bo'ladi va senga xalaqit qilmaydi. Ikki kishi biladigan sir emas. Xatoni to'g'rilash mumkin, lekin sotqilikni emas. Sen dunyodagi eng kuchli va jasur odam bo'lgan taqdiringda ham sevgan insonning qarshisida hamisha ojiz bo'lasan. Haqiqatni aytish uchun biz uni navbatga qo'yamiz, qulay fursatni kutamiz. Ba'zida ko'zlar quruq bo'lgani bilan yurak jim yig'lashi mumkin. Mana sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Fikr mulohazalaringiz bo'lsa, kommentariyada qoldiring. Salomat bo'ling.